Bola maktabga sababsiz bormasa, ota-onasi 15 sutkaga qamaladimi? Keling, shu to'g'risida batafsil gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga asosan har bir bolaning o'rtacha umumiy ta'lim olishi kafolatlangan va bu holatga to'sqinlik qiluvchilar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan o'rta umumiy ta'lim olishga to'sqinlik qiluvchi shaxslar, ya'ni har bir ota-ona yoki uni o'rnini bosuvchi shaxs farzandiga bilim berishga, o'rta umumiy ta'lim olishga mas'ul va shu mas'uliyatni u o'z holicha his qilmasa, demak bu ma'muriy javobgarlikka olib keladi. Bu bilan nima demoqchiman? Ma'muriy javobgarlikning turlari har xil. Aynan 47-moddada agar siz birinchi marta shu holatni sodir qilayotgan bo'lsangiz, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima to'laysiz. 1 yil davomida yana takrorlansa 5 baravardan 10 baravarigacha jarima to'laysiz. 15 sutkaga qamaladi degan joyi bir muncha noto'g'ri. Shuning uchun qonunchilikdagi har qanday ma'lumotning eng to'g'risini bilishingiz kerak bo'lsa, bizni profildagi videolarni tomosha qiling va albatta bizga izohlarda yozib qoldiring. Endi esa bu videoni farzandi maktabga boradigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.